Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boruvchilar. Termotravertin mahsulotidan 100 plotnostlik bazaltlik termotravertinga dom fasadi uchun zakaz olganmiz. Xudo xohlasa bazaltlarimiz yetib keldi. Xorazm bazalt. Inshaalloh bazaltlarimizni tushirib olsak, keyin sekin ertadan bazaltlarimizni kerakli razmerga kesib tayyorlab mahsulotni ishlab chiqarishni boshlaymiz. Bazalt mahsuloti ham sifati juda yuqori ekan. Hozir masalan bizda ishxonada 120 plotnostlik bazalt ham bor edi, obrazes. Shu bilan solishtirganimizda zichligi, qattiqligi qo'l bilan ushlab ko'rganda deyarli bir xil kelyapti. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Qo'limizdan kelgancha sifatli, chiroyli, mustahkam mahsulot tayyorlab dastavka qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.